shu gelikda gapirib chiqsam, mani o'zbek tilida barcha so'kinish so'zlari bo'lsa, men tomonga hammasi qo'llandi. Men bu narsadan xafa bo'ldim. Yo'q, meni so'kkanlar uchun emas. Hozir qanaqa qilib tushuntirib bersam ekan? Shu narsani hozir bitta misol bilan keltirib beraman. Nimaga misol bilan? Hozir gapiradigan bo'lsam yo tushuntiradigan bo'lsam, sizlar meni noto'g'ri tushunib qolishlaring mumkin yo xafa bo'lib qolishlaring mumkin. Shuning uchun ham bitta misol bilan tushuntirib beraman. Hozir agar sizlarda qanaqadir tanishlaringni yo sizlarga yoqmagan insonni shu gapirib chiqqanimda, shu insonni to'g'ri bu shunaqa inson, shunaqa ichi qora itresqa inson ali olovga yonayotgan olovga benzin sepib, sizlar battar yozardilar. Lekin qanaqadir orzularingdagi mashinami bilmadim, qanaqadir motor temir uchun shunaqa himoya qilishdan to'g'risi bu arzimaydi. Bu yozayotgan vaqtlaring ham, asablaring ham arzimaydi, chunki bu hammasi temir o'tkinchi narsa. Yana o'zlaring bilasizlar.